Palon pulga mashinani olasan. Chap tarafi tiqir qilib jonimga tegib ketdi. Bormagan servisim qolmadi. Xullas, nimadir qilmasam bo'lmaydi. Ketdi ey. Shu yerda bormi shu usta? Ha, mashta qilib beradi. Shuhrat qaysi birini? Manman Shuhrat. Balonni chapga o'ngga buring. Yangi mashina ham bizlar ekanda ya. Okey, bo'ldi, tayyor. Bitta hayda tekshirib keling endi. O'rtog'im, nechta joyga bordim, qilib beraman. Bittada qilib berdi. Gap yo'q lekin bor-ku. Usta, sizdan nechta bo'ldi? Okey, sizlardan $1000 bo'ldi. Nima deyapti? Ha, bitta bolg'ada taqillatib qo'yganingga $1000 so'rayapsanmi? Okey, men sizni mashinangizni bitta taq qilib ishingizni bitirishim uchun meni 15 yil shogird bo'lib urib o'tib ketgan, okey? Bermasanglar mayli, men roziman.